Bugungi kunda uy-joylarni chiroyli ko'rinishga keltirish uchun turli mahsulotlardan foydalanish mumkin. Lekin Guliston fasad politikalari sizga ham mustahkam, ham hamyonbop ko'rinishni taklif etadi. Xususan, Guliston fasad politikalaridan foydalangan holda bugungi kunda qurilish jarayonida bo'lib turgan Farhod akaning fikrlari bilan tanishamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Farhod aka. Ishingizni birozgina chetga surgan holatda bugungi kunda Guliston fasad politikalaridan nima uchun foydalanmoqdasiz? Aynan nima uchun bu politikalarni tanladingiz? Keling, shu haqda savolingizga javob berib o'tsangiz. Birinchidan Guliston fasad politikalari chiroyli. Talab etilgan bilan bundan chiqa olmaysiz bu ko'rinishda, lekin bunda chiroyli bo'lganligi ham ishim tez o'zimning qo'limdan bemalol bir kishi bajargan ish bo'lganligi uchun aynan shu fasad politikani tanlagan. Devor uchun boshqa politikalar, ya'ni fasad politikalar mavjud. Ularni qulayligi qay darajada? Guliston fasad politikalari yana bir afzalliklari sho'r chiqarmaydi. Beton endi sho'r chiqarmaydi. Shuning uchun shuni tanlaganman. Ham mustahkam, qattiq. Misol uchun agar bitta mana shu nima deydi, mana shu bo'lak sinib qolsa, sinib qolgan taqdirda ham ertaga qurilishni yana shuni o'rniga boshqa qo'ysa bo'ladi-da. Endi boshqa fasad nimalarda, nima deydi, fasad uchun nimalarni bilmaganman. Endi o'rganman. Nima deydi? Qiziqib ko'rmadim. Aynan menga mana shu yoqqanligi uchun, men o'zimning qo'limdan keladiganligi uchun mana shuni tanladim. Ham orqasiga mana issiq sovuqni ushlaydigan uchun o'sha bazalit deydi, vatan. O'shani qo'yapman. Bemalol, nima deydi? Buni ham joylashtirish oson, buni ham joylashtirish oson. O'zingiz o'rnatyapsiz aka, qiyin emasmi? Yo'q, nimaga? O'zimning qo'limdan kelganligi uchun, ya'ni misol uchun nima deydi? Hammaning qo'lidan keladigan narsa. Bu oson. Qolganlarga ham misol uchun aytib ketishi mumkin. Bu yerda misol lazerni qo'yib, misol uchun o'lchab qo'yib ketaveradi. Bu hammaning qo'lidan keladi. Aynan usta qilsin degan joyda men ham misol usta emasman. Faqat o'sha nima deydi? Guliston fasad politikalarini ishlab chiqaradigan firmaga borganda ustalar bilan gaplashdim. Qo'liga nima deydi? Qarab turdim, 5-10 minut. Qarasam o'zim qo'limdan kelganligi uchun aytdim, o'zim qilaman deb shu o'zim o'rganib, o'zim qilayotgan ishim. Ko'pchilik o'ylaydi, bu keyinchalik orqa tomonida bo'shliq bo'lganligi sababli ham qandaydir mog'orlash yoki nam ushlab qolish holatlari bo'ladi degan. Unaqa narsa bo'lmaydi. Orqasida havo bo'lgan uchun umuman mog'orlamaydi birinchidan. Devordan ichidan chiqayotgan issiq, buni orqasi mog'or bo'lsa, u qanday shamol aylanishi qurib ketadi. Mana bu reykalaricha chirimaydimi? Yo'q, bu Keyinchalik chirimaydi. Misol uchun bu rangiga 15-20 yil garantiya bergan bo'lsa, reyka ham misol uchun 5 ga 2 havo aylanib turgani uchun bu nima deydi, yomg'ir tushmasa bunga yoki nima deydi, postoyanli nam bo'lib turmasa chirimaydi. Yog'och u misol uchun ota-onamiz yog'och uyda yashab kelgan, chirimagan-ku. Bu nimaga bu fasad bo'lib orqasiga chiqib ketish kerak ekan? Summalarga ham to'xtalib o'tsak, mana shu barcha mahsulotlar shu ko'rinishga keltirish uchun qancha pulni talab etadi? Bu fasadni plitkani misol uchun kvadrati 70 mingdan 120 minggacha bor ekan. O'zimizning Guliston fasad plitkalarida men aynan o'sha 80 ming, 90 mingni tanladim. Kvadrat 80-90 ming. Bu bazalitni esa 40 mingdan oldim kvadratni. Endi reykalar narxlagan bo'lsak, bunga 15 ming to'lagan bo'lsak, shu 120 ming, 130 mingga tushyapti kvadrat. O'zim qilayotganligim uchun agar usta haqqi beradigan bo'lsam, o'sha 120 emas, misol uchun 180 ming, 190 ming ketishi mumkin. Buni odamlar olib o'zlarini uylariga qo'yishlari uchun asosiy yana bir sababni aytib o'ta olasizmi? Asosiy sabab men o'zim hisoblab chiqdim. Oddiy misol uchun bitmagan uyning ustidan zotan shkaturka qilinadi, unisidan eksulik shpatlovka uriladi, ya'ni unisi rang beriladi. Baribir shu narxga boradi. Ustaga bergan shu narxga boradi. Misol uyda egasi ozgina qunt qilib, misol o'zim qilaman degan bo'lsa, bu arzon tushadi. Eski uyni birdaniga qasrga aylantiradi. Bu fasad politikalarini yuvsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, u ustidan laklangandan keyin bemalol karshil bilan yuvib, tozalab, har yil rang berilmaydi, bir oyda 2 marta yuvib qo'ysa chiroyli bo'lib turadi, yangidek bo'lib turadi. Farhod aka, ularni mustahkamligini ta'minlash hamda qo'shimcha ovozlar chiqmasligi uchun yana qanday ishlar qilinadi?
kile ishlatyapman. O'sha super kile, Elite Titans degan. O'sha ularning o'zimizda o'zbeklarda bor ekan. O'sha aynan o'sha beton uchun, ya'ni o'sha har bir ulangan qatoriga qo'yib chiqsa, yog'ma yarim soat bir soat qotib qolar ekan, ancha mustahkam bo'ladi. Ya'ni buni boshqa nima deydi? Buni ozgina ovozi chiqadi-yu, lekin boshqa shiqirlagan ovozi chiqmasligi uchun aynan kile maslahat berdi o'sha ustalar. Sizga ham mana shunday fasadli plitkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.